Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim. Assalomu alaykum o'zbegim. Marhamat qilasizlar. Shaharga ulashib ketgan derevnyadan mana shunaqa katta Shilkovo degan derevnya, tirik derevnya, uylar juda ko'p, katta derevnya. Mana shu uychani ko'rsataman sizlarga. Hovlining maydoni 8 sotik, uy esa mana shu. Uy mana shu, chiroyli uy. Buni remont qilib, chiroyligina qilib kraskalab bir guldek uycha qilsa bo'ladi. Mana shu ko'cha dvijeniyani ko'rasizlar. Derevnya deysanmi? Shaharga ulashib ketgan. Buni bilmagan odam shaharda davomi deydi. Ulashib ketganda, mana bu yerda mana 200-300 metr narida городской avtobuslar yuradi. Shaharda avtobuslar qatnab yuradi mana shu yerda. Shuni chiqasizda o'tirib, Veliki Luki shahrini xohlagan joyiga borib, xohlagan joyda ishga o'rnashib yuraverasiz. Maktab, bog'cha degandek hamma infrastruktura bor. Ana endi azizlarim, bittadan laykni bosinglar. Minnatdor bo'laman. Bittadan laykni bosinglar. Yangi kirgan bo'lsalaring azizlarim, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglarchi. Mana quyosh kech bo'lyapti, soat 5dan 5:30 bo'lyapti. Quyosh bor ekan, yugura qilib quyosh borda ulgurayin deb keldim mana. Shoshib tushib. Podelиться tugmasini bosib, yaqinlaring bilan bo'lishinglar, minnatdor bo'laman azizlarim. Menga uyda qomadi yoqyapti. Buni qaranglar. Ichi yoqmaydi uncha sizlarga, chunki ichida kaprimont desagan bo'ladi. Kaprimont kerak. Mana quduq. Ko'cha tarafda mana shu ikkita hovli ishlatilgan quduq ekan. Kaprimont kerak. 8 sotik yer. Shaharga ulashib ketgan derevnya. Yaqinda bir gaz keladi. Maktab, bog'chalar, magazin edi. Shuni chiqib to'g'ri yursangiz 200-300 metrda obstanovkada magazin. Mana shu hovli. Hozir yoz fasli bo'lmadi. Yoz fasli bo'lganda hozir navbat ko'tarib ma'lumot degan bo'lardilar. Hozir mana baland qor. Nimaga buncha qor deysizlar azizlarim? Bunday qor juda ko'p yil bo'ldi yog'magan ekan. 10 yildan oshdi. Aholi hayron, xursand. Qor mana shunday ayamay yog'ib berganiga yerlar ham sog'indi-da. Mana uychani qaranglar. Chiroyli uycha. Qor baland. Mayli endi ekin bo'ladi deb Xudoga shukr deylik. Mana shu darvoza bo'ladi. Mana shu darvozacha, mana shu uy. Lekin mana bismillahirrohmanirrohim eshikka keldik, darvozaga yaqinlashdik azizlarim. Darvozani ochilmadim. Zamok muzlab qolgan ekan. Bunday qildim. Ochilmadi. Shuning uchun hozir nariyadan aylanaman-da, ichkaridan kirib kelib syomkani davomini ichkaridan qilaman. Qani bismillahirrohmanirrohim. Mana azizlarim. Mana darvoza. Darvoza ochilmadi. Mana kirganimdan uyning mana shu ko'rinishi endi. Mana 2 qavat, hattoki 2-qavat ustida chirzakchasi ham bor ekan. Mana qanchadir fundamenti bor. Mana ko'chadan ham ko'rinyapti. Uy fundamenti turibdi. Mana bu endi zabor chegara. Qor 70 cm. Mana shu uy bilan mana zaborning o'rtasi oralig'i taxminan 2,5-3 metrlar. Mana bu yoqqa qarab hovliga o'tamiz. Avval esa uyga kirsak. Mana shu uyga kirishi. Kriltsoga mana 50 cm ko'tarildim-da. Mana bundaqa kriltso веранда desak bo'ladi. Как вас зовут? Марина, вы героиня наша. Отсюда можно во двор выйти, да? Это да, двор. Mana bu yerdan hovliga chiqib ketsa bo'ladi ekan. Открыто даже? Да, можно, наверное. Ну все, сейчас мы отсюда будем выходить. Сейчас, дайте будем смотреть. Машинка рабочая? Рабочая была. Была? Ну мы отремонтируем. Так, справа. Endi mana bunaqa kladovka xullas, nima deyin endi? Remont qilsa bo'ladi. Tozalab turib remont qilsa bo'ladi. Endi bu veranda qismida, mana shu veranda koridor shunday kirishda, koridordan hovliga chiqib ketishi. Mana endi uyning asosiy qismiga bossak, bismillah deb pul mana shu qismi
kirgan. Endi kirishim. Mana shu qismi biroz tashagan. Podvalga ham lyuk bor ekan. Mana bu tomoni tekis. Xo'sh, patologi tekis, hattoki derazalar plastik. На периметре это вот эта вся площадь, да? Да, и Дома. второй этаж будет. И большие чердаки. Это сколько вот ширина? Примерно, Ой, я не знаю. примерно 4 метра. Примерно 4 метра. А печка, вот эта печка, Да. а длина kengligi 4 metr bo'lsa, uzunasiga 8 metrlar bor. Mana shu endi. Mana shu turish. Patologi baland emas, taxminan 210, taxminan 210. Так, это на второй этаж вот это, да, лестница? Да, может, Вот эта лестница. Mana shu narvoncha bilan endi ikkinchi qavatga olib chiqsak-da. Mana sizlarga boyagi pastdagi pechkani trubasi bilan bu yerga chiqqan. Mana bundaqa ikkita kichkina deraza. Счетчик у вас на втором этаже, да? да. Ага. Patologi past. Mani bo'yimdan sal biroz balandroq, 1.90 bo'lsa kerak o'zi. Mana shunaqa bu. Это как бы коридор, что ли, такой? Или как он называется? Это чердак. Выход А, это выход на чердак. Она полностью закрыта, только вот эта дверь рабочая. А это рабочее на этажах помещение или тоже на чердак? Нет, это все на чердак. Что значит? Значит, вот это второй этажа помещение Это вот второй это. этаж, да. Здесь Вот это второй этаж. нету жили. Оп, осторожно. Mana cherdakka chiqish. Mana чердак. Чердак ham endi kattagina ekan. Mana bunaqa. Xullas mana shunaqa чердак. Endi birinchi qavatga qaytsak, mana suruplar endi ikkinchi qavat poli yaxshi ekan. Poli mustahkam tegilyapti menga. Mana zinapoyadan pastga tushyapman. Endi uy haqida nima deyin? Uy tashqarisidan tekis fundamentda turibdi. Korobkasi chiroyli. Uyni korobkasi chiroyli. Mana ichini, mana перегородкasi bor, hammasini buzib tashlash kerak-da. Polni tekislab. Перегородка самодельная. Это тоже Да, самодельная. да, вот эти перегородки надо все разобрать здесь, печку разобрать надо, полы ремонтировать. Endi derazalar У plastik меня есть qoldirsa полы bo'ladi. только на кухне новые. Biroz qiyinchiroq ekanda polni tekislash kerak bo'ladi. Shu masalaga o'zimni bahomni berdim. Uyni korobkasi butun. Demak, ichini tozalab remont qilish kerak-da. Yashasa bo'ladi. Shaharda ichidagi uy, shaharga ulanib ketgan deraza. Ana endi koridorning hovliga qarasak, mana bismillah deb hovliga qarab chiqsak, oppa. Mana shu hovli bo'ladi. Ну, баня-то как таковой и нету, да, бани, наверное? Да, там надо печку переделывать. Mana boyagi darvozadan bilan orqasiga kirib, bu yoqqa yurmadik, mana shunday kelib böyle o'tin ekan, mana banyo deyapti. Endi banyaligi qolmagan bo'lsa kerak. Kirib ham o'tirmayman, kira olmayman ham. Banyali qolmagan yo'q, buni buzib tashlash kerak bo'ladi. Mana shu hovli 8 sotik. Hovli qor 70 cm, buni yurib nima qilardim endi. Hujjatida, kadastr kartasida rosa 8000 kvadrat metr. Oy, kechirasizlar, 800 kvadrat metr. Mana shu hovli. Mana bu yerroqqa o'tib sizlarga uyni ko'rsatsam, mana ichkaridan, mana hovli tarafdan. Mana shu uy. Mana shu uyni ko'rinishi. Bahoni o'zlaring berasizlar. Xo'sh. Yana takrorlayman.
Velik yillik shaharga ulashib ketgan. Деревня Шилкова. Остановка berilen 200 metr. 200 metr bu tarafga остановка. Demek marşrut avtobusu, городской marşrutun taksi yuradi. Narxi bor yo'g'i 35 rubl. Bemalol shaharda xohlagan joyida, xohlagan ishingizda ishlab, uydan qatnab yuraverasiz. Maktab, bog'cha, hamma infrastruktura shaharda bor. Endi mana bu tarafga qarab yursak esa, taxminan 300 metrdan keyin bir hafta avval Samarqandlik Rustam akamiz kelgandilar. Mana shunga o'xshagan bitta uyni oldilar. U kishining ham uylarining narxi 900 ming rubl edi. Lekin biroz savdolashib olib berdik. Mana kerak bo'lsa Rustam akamiz qo'shni bo'ladi. Mana yo'l qaytib chiqdik. Mana bu orqaning kalitkadan chiqdim. Mana bu yerda ikkita qo'shni uy ekan. Mana bu bizning uy bo'lsa, o'rtamizda quduq. Shu ikkita hovli ishlatadi ekan mana bu quduqni. Ko'chada yo'l yoqasida quduq. Xo'p. Kanalimni qo'llab turinglar azizlarim. Kanalimni qo'llab turinglar, minnatdor bo'laman. Yangi kirgan bo'lsalaring, podpisatsiya tugmasini bosinglar. Поделиться tugmasini bosib yaqinlaring bilan bo'lishinglar. Mana shunaqa ko'rinishi bir tashqaridan juda kattaga o'xshaydi. Chiroyligina katta uydek tuyuladi, lekin ichkaridan ko'p katta emas. Endi remont qilish kerak. Remont qilib sozlab yashasa bo'ladi. Korobkasi bor. Xo'sh. Mana bu yerda mana 200-300 metr yursak остановка, городской marşrutun taksi yuradi. Mana bu tarafga yursak esa taxminan 200-300 metrdan keyin Rustam akamizning uylari. Xo'p. 900 ming rubl so'rayapti. Rustam akamiz ham uylari shu edi. Savdolashamiz. Bu yerlarga ham yaqinda gaz kelib qolish kerak. Gaz jadal ravishda hamma dilerlarga o'tib boryapti. Bergim kelish kerak. Endi dollarga o'tkazib olasizlar o'zlaring. 900 ming bo'lsa, shu 12 ming dollar atrofida bo'lsa, savdolashamiz. Shahar hisobda nomi derevnya bo'lgan bilan shahar hisob. Shuning uchun narxi ham ko'p arzon emas. Telegramga o'tib dichkamga yozinglar, gaplashamiz. Hammalarni yaxshi ko'raman. Ko'rishguncha.